Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston Respublikasi o'rtasida madaniyat sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan munosib hissasi uchun bir guruh o'zbekistonlik va tojikistonlik madaniyat va san'at sohasi vakillari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Xususan Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati Nuri Niyogon Shashmaqom ansambli rahbari Shuhrajon Nabiyev O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan O'zbekiston Respublikasidagi Tojik Milliy madaniy markazi rahbari Gulandom Subhonova Tojikiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Ular esa qalbidagi hayajon va minnatdorlikni quyidagicha ifoda etdi. Men uchun tojik va o'zbek xalqlari o'rtasidagi do'stlik abadiy qadriyatdir. Shashmaqom har ikki davlat uchun yagona musiqa merosidir. Uning ohangi bir, faqat g'azallar tili tojik yoki o'zbek bo'lishi mumkin xolos. Musiqasi esa umumiydir. Azaldan tojik va o'zbek xalqlari bir yurak bo'lib yashab kelgan. Kelgusida ham o'zaro bordi keldirarimiz doimiy bo'lishini chin dildan orzu qilaman. Har ikki davlat rahbarlariga uzoq umr va mustahkam sog'lik tilab qolaman. Sihat salomati mehtaba. Hozir hayajonlanib o'tiribman. Mana Tojikiston Respublikasi prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon farmoni bilan Do'stlik ordeni bilan mukofotlandim. Albatta, bu juda ham quvonchli bir voqea. Bu nafaqat aytaylik o'sha butun O'zbekiston xalqini, mana shu O'zbekistonda yashayotgan tojik millatiga mansub fuqarolarni hurmati, e'tirofi deb bilaman va chin yuragimdan mana shu ikkita do'st mamlakatni hozir birlashtirib bir yoqadan bosh chiqartirib bizni yaxshi bir zafarlarga undayotgan muhtaram Emomali Rahmon va muhtaram Shavkat Miromonovga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman.